Mening ismim Sarnaz, men hozir matematika kursidan chiqdim. Men sizlarga Brighton'ni tanishtirib chiqaman. Assalomu alaykum. Bu yerda hozir qanday dars bo'lib turibdi? Mening ismim Sarnaz, ismingiz nima? Sarnaz. Siz qaysi fandan tayyorlanasiz? Siz qaysi universitetga topshirmoqchisiz? Men huquq fanidan tayyorlanayotirman. Toshkent davlat yuridik universitetiga topshirmoqchiman. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Bu yerda qaysi fandan dars bo'lib turibdi? Mening ismim Sarnaz. Matematika, ingliz tili. 4. Xohlagan bir o'quvchiga savol bersam bo'ladimi? Siz sertifikatga tayyorlanasizmi? Necha ball olaman deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Sarnaz. Bu qaysi fandan dars bo'ladir bu yerda hozir? Siz IELTS'ni nima uchun olmoqchisiz? Chet elga topshirish uchun olmoqchiman. IELTS'ni olib qaysi universitetga topshirajaqsiz? Amerika universitetlarini. Omad. Assalomu alaykum. Mening ismim Sarnaz. Siz bu yerda hozir qaysi fandan dars bo'lyapti? Siz qaysi universitetga topshirmoqchisiz? Toshkent davlat jahon tillari universitetiga. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Mening ismim Sarnaz. Bu yerda qaysi fandan dars bo'lyapti? Siz qaysi maktabda o'qiyapsiz? Necha ball olaman deb o'ylaysiz? Hammaga omad. Qaysi fandan tayyorlanasiz? Matematika, ingliz tili. Qancha vaqtdan tayyorlanasiz? Sentyabrdan beri. Tayyorlanamiz. Zo'r. Imtihon qachon endi? Imtihon shu hozir Yozda Qaysi oy? iyun, avgust. ertaroq bo'lajaq deb turibdi, shuga. Anig'ini bilamiz. Nechanchi sinfsizlar? 4. Qaysi maktablarga topshirasan? Prezident maktab. Birinchi o'rinda Prezident maktabi, ikkinchi o'rinda Cambridge, uchinchi o'rinda Al-Xorazmiy, to'rtinchi o'rinda Mang'itdagi akademik litsey, beshinchi o'rinda Jasorat maktabi. Zo'r. Omad onda. Qalay darslar yaxshi o'tadimi? Ha. Brighton School'ni nima bilan tashkilot berasan? Ilmiy markaz.